Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Kanalimizga xush kelibsiz aziz muxlislar. Bugun biz sizlar bilan AQShdagi bolalarni qanday dam olishlari haqida namoyishlar ko'rsatamiz. Mana qarang, qanday go'zal manzaralar. Bu juda ham katta maydonni egallagan Grek parkining sport kompleks maydonlaridir. Bu shahardan tashqarida bo'lib juda katta maydonni egallaydi. Bitta maydonni o'zida bir necha stadionchalar bor. Bu stadionda bolalar maraqa o'yin o'ynashadi. Mana parkka kirib kelyapmiz. Mana bolalar ham futbol, katta kichik futbolchilar kelishyapti. Mana ota-onalar ham mana mashinalarda kelishib, parkovkalarga qo'yishib, mana bu futbol kompleksi. Bu yerda dam olish xonalari, yuvinish xonalari hamda ovqatlanish oshxonalari mavjud. Futbolchilar uchun hamma sharoitlar mavjud. Mana toza havo, keng maydon. Mana futbolchilar bu yerda bitta maydonni o'zida bir nechta stadionlar mana ham markaziy mana maydonda ikkita maktab o'quvchilari komanda bo'lib o'ynayapti futbol. Orqada yana bir nechta komandalar, bir nechta maktablar. Kamida bu yerda 15 ta 20 ta maktab futbolchilari futbol o'ynashyapti. Mana ota-onalarni mashinalari turibdi. O'zlari ham shanba, yakshanba kunlari dam olaman, uyda uy ishlarini qilaman yoki biror joylarga boraman demasdan farzandlarni qo'llab-quvvatlab kelib, mana hammalari atrofda farzandlariga kuch bag'ishlab o'tirishibdi. Olqishlab turishadi. Qiylanishgan paytida qo'llab-quvvatlashadi, qarsaklar chalishadi, ularga ruh bag'ishlab turishadi. Mana qarang. Rosiyam orqada ham ana bolachalar futbolga tayyorgarlik ko'rishyapti, ba'zilari o'ynashyapti. Mana katta maydonda ikkita maktab o'quvchilari hozir o'ynayapti. Mana ota-onalar ularda qo'llab turibdi. Mana bu yerda bitta futbolchi qizimiz jarohat oldi. Bunga materiallarda futbol doktorlari kelib yordam berishyapti. Agar u o'ziga kelsa, o'yinga qatnashadi. Agar jarohat jiddiyroq bo'lsa, mana shu materiallarda tashqariga olib ketishib, ota-onalari bilan birga davolash kurslariga olib borishadi. Mana yana futbolchilar orqalarda. Mana qarang. Shunaqa ko'p futbol o'ynashyapti bolalar. Tinim bilishgani yo'q. Juda ko'p bolalar bor bu yerda. Bu yer o'ziga xos go'zalligi bilan, sportda shug'ullanayotgan bolalarning kayfiyatlari bilan yana ham go'zal bo'lib turibdi, qarang. O'g'il bolalar ham, qizlar ham bu yerda futbol bilan shug'ullanishadi. Mana ota-onalar juda ham mas'uliyatli bu yerda. O'zlari olib kelib, o'zlari olib ketishadi. Farzandlarni mana qilib kuzatib turishadi, qo'llab-quvvatlab. Yana bunday o'yinlarni har kuni ham maktab davrida kechki paytlari. Bu yerda esa dam olish kunlari bo'ladi. O'quvchilar mana shunday qilib futbollarda o'ynab, yutib, yutkazib, ancha harakatlar qilishadi va chiroyli dam olishadi. Mana bo'lganlar, o'yini tugaganlar farzandlarini olib ketishadi. Mana yana boshqa stadion. Juda ham ko'p bu yerda bunaqa stadionlar o'nlab topiladi. Endi o'yin boshlanadiganlar kelishyapti. Bolalarning o'yini tugaganlar ketishyapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosing. Hamda kanalimizga obuna bo'ling.